Muhtaram birodarlar, o'zingizlarga ma'lum, har bir narsani, boshlangan narsani oxiri bor. Tug'ilgan odamning orqaga qaytishi bor. Ko'kargan daraxtni bir kun qurishi bor. Nur sochayotgan quyoshni bir kun botishi bor. Ibtidosi bo'lgan narsani intihosi bor. Shuning uchun sizu biz yashab turgan, hozir shu yerda nafas olib turgan yer va zaminni, dunyoni ham bir kun oxiri bor ekan. Ya'ni qiyomatni bo'lishiga biz iymon keltirganmiz. Shu holatda odamlarimiz ko'p savollarni berishligi, ayniqsa payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning davrlarida Quraysh mushriklari kelib Rasulullohdan so'rashar ekan. Xuddi bir masxara tomuz holatda, kesatgan holatda: "Ey Muhammad, seni Rabbing agar haqiqiy bir Alloh bo'lsa, Rabbing shunchalik zo'r bo'lsa, qiyomat qachon bo'ladi? Qiyomatni qachon bo'lishini bizga ta'rif qilgin" deb so'ragan paytlarda Alloh vahiy qildiki: "Ey Habibim Muhammad, qiyomat qachon bo'lishini, qachon bo'ladi deb so'ragan odamlarga aytgin." Ya'ni Allohning kalomi Qur'onda marhamat qilinadiki: "Qul innamal ilmu indallohi va innama ana nazirun mubin." Qiyomatni qachon bo'lishi faqat Allohning o'ziga ayon. Qiyomatni ilmini Rabbim biladi, Allohdan o'zga hech kim bilmaydi. Shunaqangi bir ta'na bilan savol qilayotgan odamlarga shu javobni bergin deb Alloh marhamat qiladi. Va payg'ambarimizning muborak hadislarida qiyomat soati, ya'ni qachon bo'lishi aniq etilmasa ham juma kunida bo'lib o'tishligi ta'kid qilinganligi, ogohlantirmasdan kelishligi, to'satdan kelishligi va shu bilan birgalikda payg'ambarimizning bir hadislari borki, qiyomatni bo'lishidan oldin uni alomatlari bor. Alomatlarini ulamolarimiz ikkiga bo'lishgan ekan. Birinchisi katta alomat, qiyomatning katta alomatlari. Ikkinchisi kichkina alomatlar. Janob Rasululloh 10 ta alomatni ko'rmaguninglarcha qiyomat bo'lmaydi degan ekanlar. Qiyomatdan oldin katta alomatlardan 10 tasi bo'lmaguncha qiyomat bo'lmaydi ta'kid qilgan ekanlar. Abdullah bin Umar rivoyat qilib aytadilarki, mana otam Hazrati Umar menga hikoya qildilar. Hazrati Umar payg'ambarimizning huzurlarida o'tirgan paytlarida oppoq libos kiygan, qop-qora sochli bir odam, notanish odam, yuzidan safar alomatlari sezilayotgani yo'q, kelib tizzalarini payg'ambarimizning tizzalariga tekkizib yonlariga o'tirdi. Shunda savol qildi: "Ey Allohning rasuli Muhammad, menga savol bergin. Islom deganda nimani tushunasan?" Shunda janob Rasululloh javob bergan ekanlarki, islom la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Allohning birligi, borligiga iymon keltirish, uni habibiga iymon keltirishlik, namozni to'kis ado etishlik, qodir bo'lgan bandaga zakot berishlik, Ramazon ro'zasini tutishlik, qodir bo'lgan bandaga haj qilishlik, bu islom dedilar. Iymon deganda nimani tushunasan? Iymon deganda amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala val basi ba'dal maut. Allohga ishonishlik, farishtalarga ishonishlik, Alloh tomonidan nozil bo'lgan ilohiy kitoblarga ishonishlik, oxirgi kun qiyomatga ishonishlik, o'limdan so'ng bo'ladigan hisob kitobni muqarrarligiga, hayotni muqarrarlariga ishonishlik deb javob berdilar. Haligi odam to'g'ri aytding deb ta'kidlab qo'ydi. Biz hayron bo'ldik. O'zi savol beradi, yana o'zi ma'qullab qo'yadi. Uchinchi savollari: "Ihson deb nimani tushunasan ey Muhammad?" dedi. Shunda payg'ambarimiz javob berdilarki, ihson ibodat qilib turgan paytingda xuddi Allohni ko'rgandek ibodat qilish. Agar Allohni sen ko'zing bilan ko'rmasang,
Alloh seni ko'rib turganligini unutmasdan mas'uliyatni sezib turib ibodat qilishlik bu ihson dedilar. Qiyomat to'g'risida nima deysan ey Muhammad degan savolni berdi. Shunda janob payg'ambarimiz javob qilgan ekanlarki, qiyomat to'g'risida men ojizman. So'rayotgan odamdan olim emas. Ya'ni so'rayotgan odamdan bilmaydi, yaxshiroq bilmaydi qiyomatni qachon bo'lishini degan javobni berdilar. Shu hadisdan ma'lum bo'lib turibdiki, savol bergan Jibril alayhisalomning o'zlari ham, javob berib turgan payg'ambarimizning o'zlari ham qiyomatni qachon bo'lishini aniq bilmas ekanlar. Lekin shundoq bo'lsa ham qiyomatni belgilari bor ekan, alomatlari bor ekan. Hozirgi kunda ham o'sha belgilarni ayrimlari voqe bo'lganligi haqida ulamolarimiz fikr yuritishadi. Men bugungi qiladigan mav'izamda Alloh qodir qilguncha, o'zi bildirguncha mana shu qiyomatni katta va kichik alomatlari. Qanaqa alomatlar? Boshimizga qiyomatdan oldin qanaqa belgilar keladi? Shulardan 10 tasini kitoblarimizda katta alomatlar, qiyomatdan oldin bo'ladigan 10 xil katta alomatni ta'kidlagan ekanlar. Birinchisi Dobbatul Ars, yer hayvonining chiqishi. Safo tepaligidan yonidan mana shu yer hayvonining chiqishligini aytadilar. Tog'ni oldidan chiqilar ekan. Qiyomatdan oldin dobba degan so'zni arab tilidagi ma'nosi sekinlik bilan sudralib yuruvchi hayvon, yer hayvoni degan ma'noni berar ekan. Katta alomatidan bittasi qiyomatdan oldin bir bahaybat yer hayvoni paydo bo'lar ekan. Safo tog'ini oldidan chiqish kerak deyiladi. Shunda oyog'i bilan yuradimi, qorni bilan yuradimi, bu narsani aniq ma'lumoti berilgan emas. Allohning dinini yolg'on deganlar, Allohga iymon keltirmagan odamlarga dalil sifatida kelib, kofir bilan musulmonlarning o'rtasini ajratadigan holatda Allohning oyatlarini aniq ravshanligini odamlarga yetkazadigan bir holatda Dobbatul Arz yer yuzini aylanar ekan. Yer hayvoni bahaybat bir hayvon paydo bo'lar ekan. Ana shu paytda qaysi til bilan gapiradi? Xudo til beradimi yoki imo ishora qiladimi? Odamlar tushunadigan bir holatda Alloh bir imkoniyat berar ekan. Yerdan katta bir bahaybat hayvon, Dobbatul Arz, yer hayvonining chiqishi qiyomatning birinchi alomatlardan, katta alomatlardan bittasi ekan. Ikkinchisi Quyosh mag'ribdan chiqib, ya'ni botadigan mag'ribdan chiqadi va ya'ni botadigan joydan chiqar ekan. Mag'ribdan botadigan joyiga, mashriqdan chiqib mag'ribga botsa, qiyomatning ikkinchi alomati o'zini botadigan joydan quyoshning chiqishligi. Birinchisi bo'lishi bilan orqasidan ikkinchisi ham kelar ekan. O'zi botadigan joydan quyoshning chiqib keladigan kuni bilingki, bu narsa ham qiyomatning alomatlaridan, katta alomatlardan bittasi ekan. Uchinchisi Yajuj Majuj. Bu qavm Qur'onda nomi kelgan sariq tusli holatda bo'lishligi, kichkina bir odamlardan tashkil topib, selday odamlarni boshiga quyilib keladigan holatda, juda ham ko'pchilik bo'lgan holatda odamlarni boshiga quyilib keladigan holatda bo'lar ekan. Zulqarnayn qurdirgan devorni, to'siqni orqasini buzib o'tadigan payt kelar ekan. Bu o'sha paytlarda Qur'onda zikr qilingan Zulqarnayn, Allohning kalomi Qur'onda nomlari zikr qilinadi. Safardan kelayotgan paytlarda Yajuj Majujni qavmini balosidan odamlar shikoyat qilgan paytlarda temir parchalarini eritib, mis bilan aralashtirib katta bir to'siqni paydo qilganliklari. Hozirgi kunga qadar Yajuj Majuj qavmi mana shu to'siqni orqasida turganligi, qiyomatning alomatlaridan bittasi bir kun kelib shu to'siqni buzib o'tib, odamlarni boshiga quyilib keladigan bir zamon bo'ladi. Yajuj Majujni kelishi bo'ladi. Bilinglarki, bu narsa ham qiyomatning katta alomatlaridan bittasi degan ekanlar. Ya'ni muhtaram birodarlar, Zulqarnayn to'g'risida odamlarimizda noto'g'ri tushuncha bor.
ko'p odamlar aytishadiki, Makedoniyalik Aleksandr Makedonskiy aynan mana shu Zulqarnaynning o'zi degan gaplarni gapiradigan odamlar bor. Bu asossiz, noto'g'ri gap. Zulqarnayn degan so'zni lug'atdagi ma'nosi ikki shoh egasi degan ma'noni beradi. Qur'onda mo'min bir banda sifatida tasvirlanishligi, odamlarga eminlik bilan, yaxshilik bilan javob bergan mo'min bir banda sifatida Zulqarnaynning nomi Qur'onda kelgan ekan. Lekin aynan o'sha makedoniyalik Aleksandr Makedonskiy degan gap bu noto'g'ri gap, asossiz gap. Ikkalovlari ham tamomila boshqa odamlar deb ta'rif beriladi. Shu zamon Yajuj Majujning chiqishi ham qiyomatning alomatlaridan bittasi ekan. Ana undan keyin muhtaram birodarlar, qiyomatning katta alomatlaridan bittasi, ya'ni Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi shunday bir holat bo'lar ekanki, katta bir alomatlardan bo'lar ekan. Dajjol chiqqan paytda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahoba-i ikromlarning ichlarida turib Dajjol to'g'risida gapirgan ekanlar. Shunda sahobalar rivoyat qilishadiki, payg'ambarimiz Dajjolni gapirganlarida ovozlarini bir baland qilib ko'tardilar, bir past qilib gapirdilar. Juda Dajjolni vahimali ta'rif qildilar. Biz hattoki o'ylab qoldik, yonimizdagi xurmozorda turganmikin degan xayolga bordik degan rivoyatni sahoba-i ikromlar keltirishadi. Dajjol chiqar ekan. Dajjol degan so'zni lug'atdagi ma'nosi o'ta aldoqchi, o'ta yolg'onchi degan bir ma'noni berar ekan. Lekin juda ham katta alomatlardan bittasi Dajjolning chiqishi ekan. Payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlarki, agar qiyomatdan oldin Dajjol chiqadigan alomat bo'lsa, o'sha paytda men sizlarni qatoringlarda hayot bo'lib o'lmasdan tursam, Dajjoldan o'zim sizlarni himoya qilaman. Agar men o'lib dunyodan o'tib ketadigan bo'lsam, mendan keyin Dajjol yer yuziga keladigan bo'lsa, har bir bandani himoyasi Allohning zimmasida bo'ladi. Har bir odam o'zini o'zi himoya qiladigan holatda bo'ladi deb marhamat qilgan ekanlar. Endi muhtaram birodarlar, Dajjol to'g'risida savol qilib sahoba-i ikromlar Rasulullohdan so'rashgan ekan. "Ya Allohning rasuli, Dajjol yer yuziga keladigan bo'lsa qancha muddat turadi?" Shunda payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlarki, Dajjol yer yuzida 40 kun turadi. Lekin har bir kunining muddati hajmi 1 yilga teng bo'ladi. Har bitta kuni 1 yildagi o'tadigan payt bo'ladi. Shunda sahobalar, "Ya Allohning rasuli, har bir kuni 1 yildagi o'tadigan bo'lsa, 5 vaqt namozni biz qanday ado etamiz, qanday o'qiymiz?" deganlarida, vaqtni chamalab turib, shunga mo'ljallab turib, namozni ado etadigan vaqtinglar bo'ladi degan gapni gapirdilar. Shunda sahoba ikromlar yana savol qilishdi. "Ya Allohning rasuli, Dajjolning yurishi, odamlarning orasida tezligi qanaqa bo'ladi?" deganlarda, shamoldan keyin quvib keladigan yomg'irga o'xshab tezlik bilan Dajjol harakat qiladi. Aldanib qolmanglar. Agar Dajjol chiqadigan bo'lsa, Dajjolning bir ko'zi ko'r bo'ladi. Bir ko'zi g'ilay bo'lgan holatda, sochi jingalay bo'lgan holatda, uzumning donasiga o'xshab ko'zi bo'rtib chiqib o'ynab turadigan, peshonasidan ortiqcha bir go'sht o'sib chiqqan holatda bo'ladi. Dajjol juda ko'pchilik odamlarni aldab qo'yadi. Odamlarni ko'pi Dajjolga iymon keltirishadi. Tezlik bilan bir qavmni oldiga borib da'vat qiladi. Ikkinchi qavmni oldiga borib yana da'vat qiladi. Odamlar ko'r-ko'rona Dajjolning orqasidan ergashadi. Odamlarning iymonini sinash uchun Alloh Dajjolga bir xil karomatni berar ekan. Osmonga amr qilar ekan. Yomg'ir yoqqin desa osmondan yomg'ir yog'ar ekan. Yerga amr qilar ekan. O'zingni ne'matlaringni bir o'stirgin, chiqargin desa ne'matlar yerdan unib chiqadigan payt bo'lar ekan. Shunday paytlar bo'lar ekanki, xazinalarni oldidan o'tganda, yerni oldidan o'tganda xazinangni bir chiqargin deganda, yerni ostida yotgan boyliklar xuddi podshohning orqasidan ergashgan asal aridek Dajjolning orqasidan ergashib yuradigan payt bo'lar ekan. Juda ko'pchilik odamlar aldanib qolar ekan. Faqat
ikki shaharga dajjal kirarmas ekan. Birinchisi Makka Mukarrama, ikkinchisi Madina Munawvaraga kira olmas ekan. Farishtalar yo'lini qo'riqlab turar ekan. Ko'proq yahudiylar dajjalning orqasidan ergashligi, ko'p odamlar iymondan ajralib qolishligi, shunaqangi karomatlarni ko'rsatish, odamlarni yo'ldan urish, ko'pchilik odamlarni aldaydigan vaqt dajjal chiqqan paytda sodir bo'lar ekan. Dajjal ham yer yuziga kelar ekan. Yana uni bitta alomatlaridan bittasi ikki ko'zini o'rtasiga kaffara degan so'z, ya'ni kofir degan so'z yozilgan bo'lar ekan. Mana shunday odamlar qachon dajjalni ko'radigan bo'lsanglar, Kaf surasini muqaddima oyatlaridan o'qinglar deb payg'ambarimiz bashorat bergan ekanlar. Ayrim rivoyatlarda marhamat qilinadiki, qachon dajjalga yo'liqqan paytinglar, bilinglarki Kaf surasini oxirgi oyatlaridan o'qishlik, o'rta oyatlardan o'qishlik, bir xil rivoyatlarda mana shu Kaf surasini tamomila o'qishlik dajjalni balosidan odamlarni saqlaydi deb marhamat qilgan ekanlar. Yana esinglarda bo'lsinki, qaysi biringlarga dajjal uchlaydigan bo'lsa, men xudoman deb xudolik da'vosini qiladi. Lekin bilinglarki, xudoni ko'zi ko'ramas. Bilinglarki, xudoni ko'zi g'ilay emas. Bu shunday holatda odamlarni orasida yurib, ko'pchilikning o'rtasida buzg'unchilik qiladigan bir davr mana shu dajjalni chiqqan paytida bo'ladi. Bundan ogoh bo'linglar deb sahoba-i ikromlarning ichlarida payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni qiyomatning katta alomatlaridan bittasi dajjalni chiqishi ekan. Undan keyingi qiyomatning alomatlaridan bittasi dajjal odamlarni aldab fitna fasod qilib turgan paytda Iso alayhisalom yer yuziga tushar ekanlar. Nasoralar yahudiylarni ta'kid qilishcha Iso o'lgan degan gapni odamlarga gapirib kelishadi. Lekin haqiqiy islom ta'limotida Iso alayhisalomni Alloh osmonga ko'tarib qo'yganligi, Isoni shaklida bir boshqa odam xochga mixlanganligi hikoya qilib zikr qilinadi. Iso alayhisalom Suriyaning poytaxti bo'lgan Damashq shahrining bir masjidida, ikki minoralik masjidga ikkita farishtani qanotiga qo'llarini qo'ygan holatda yer yuziga tushib kelar ekanlar. Allohning amri bilan yer yuziga tushar ekanlar o'sha paytda. Yer yuziga tushganlaridan keyin Bobil Ludda degan joy, arab tilida bob eshik ma'nosini beradi. Ludda degan bir eshikni oldida dajjalni topib o'ldirar ekanlar. Dajjalni topib o'ldirganlaridan keyin dajjalni fitnasidan, yolg'on so'zlaridan omon qolgan qavmlar Iso alayhisalomning huzurlariga kelib, islom shariati bo'yicha dinni diyonatni yo'lga qo'yib da'vat ishlarini boshlar ekanlar. Shu paytda Yajuj Majujni Alloh yuborib qo'yar ekan. Iso alayhisalom eminlik qilib turgan bir paytlarda Yajuj Majuj qavmi selday bosib kelar ekan, shunchalik ko'p bo'lar ekan. Shunda paytda Iso alayhisalomga Alloh amr qilar ekanki, ummatlaringni, qavmlarni olib tog'ni tepasiga chiqishlikni, Tur tog'ini tepasida jon saqlab turishlik payt bo'lar ekan. Juda ham og'ir payt bo'lar ekan, qamalda bo'lib qolishar ekan. Bir ho'kizni kallasi topilganda 1000 dinorni topganday sevinishar ekan. Juda qamal bo'lar ekan. Ochlik ularni o'rab olar ekan. Qiyinchilik, zaiflik kelib turgan bir paytda Iso alayhisalom ham yonlaridagi odamlar o'limga rag'bat qilib qolgan paytlarda Alloh o'sha Yajuj Majujni bo'yin tomiridan Nag'va degan bir qurtni yuborar ekan. O'zidan balo kelar ekan, bo'yin tomiridan qurt chiqib, shu qurt kemirib hammasini yo'q qilib o'lar ekan. O'lik yer yuzini qoplab to'lib ketgandan keyin Iso alayhisalom tog'dan tushib kelar ekanlar. Tushgan paytlarda o'sha Yajuj Majuj qavmining o'limtik sassiq hitlariga turib bo'lmaydigan holat bo'lar ekan. Allohga duo qilganlarda tuyani bo'ynidagi qushlar kelib o'liklarni, murdalarni olib tishlab, Xudo xohlagan joyga olib borib uloqtirib tashir ekan. Shundan keyin osmondan bir jala quyar ekan. Bir jala yomg'ir yog'ib, yerni oynadek pokiza qilib yaraqlatib qo'yar ekan. Bu qiyomatda alomatlardan bittasi. Shunda Alloh amr qilar ekan: yerga endi o'zingni bir nabototlaringni chiqar.
samarangni bergin, barakangni bergin degan Allohning amri bo'lgandan keyin yer yuzida eminlik bo'lar ekan. Iso alayhisalomning davrlarida zamonaviy saodat bo'lar ekan. 40 yil hayot kechirar ekanlar. 40 yil 40 kunday tez o'tib ketar ekan. Zamonaviy saodatda shunday bo'lar ekanki, katta sherlar, tuyalar bilan bir joyda yurar ekan. Yirtqich yo'lbarslar, mollar bilan bir joyda yurib bir-biriga ziyon qilmas ekan. Bo'rilar bilan qo'ylar bir yaylovda o'tlaydigan payt bo'lar ekan. Bolalar ilonni qo'liga olib o'ynar ekan, ilon ziyon qilmas ekan. Insonlarning o'rtasida oqibat juda ziyoda bo'lar ekan, eminlik bo'lar ekan. Ehson qilaman, odamlarga zakot beraman, sadaqa qilaman der ekansiz, dunyo ma'mur bo'lar ekan. Pul dunyo oshib ketar ekan, lekin ehson oladigan gadoyni topolmas ekansiz. Har bir odam o'ziga o'zi ma'mur bo'lib ketadigan, o'ziga o'zi to'q bo'lib ketadigan bir zamon bo'lar ekan. Mana shu zamon zamonaviy saodat bo'lar ekan. Iso alayhisalomning yer yuziga tushishlari, odillik bilan hukm qilishlari, islom shariati bo'yicha hukm yurg'izishlari, odamlarni bir-biri bilan emin bo'lib, chiroyli bir suratda hayot kechirib, bir faqir bechorani topolmaysiz odamlarga bitta anorni yeb, o'sha anorni po'stlog'ini boshiga soyabon qiladigan davr kelar ekan. Bitta sigirni bergan suti bir qabilaga yetadigan, bir tuyani bergan suti katta bir jamoani boqadigan, Xudo baraka bergan bir zamon, zamonaviy saodat Iso alayhisalomning davrlarida u zotni yerga tushishlari bilan bo'lar ekan. Alloh bergan hayotni yashab dunyodan o'tganlaridan keyin musulmonlar u zotga janoza o'qir ekanlar. Mana shu holatda Iso alayhisalom ham dunyodan ko'z yumib o'tib ketar ekanlar. Endi muhtaram birodarlar, qiyomatni qolgan alomatlardan yana bittasi shunday bir alomatlar bo'lar ekanki, bir tutun paydo bo'lar ekan. 40 kun davomida bu tutun odamlarni dimog'iga kirib, kofirlarni bo'g'ib qo'yadigan holatda, mu'minlarni bir tumovday o'tadigan holatda tutun 40 kun paydo bo'lish. Undan keyin 3 ta joyda qattiq yer yutish bo'lar ekan. Birinchisi mag'ribda, ikkinchisi mashriq deyiladi, uchinchisi arab jaziralaridan bo'lgan bir mamlakatda yer yutar ekan. Ana bu ham qiyomatning katta alomatlaridan bittasi ekan. Oxirgi qiyomatning alomati, katta alomatlari Yaman tomondan, Adan degan shahardan bir o't chiqadi. Katta bir o't, olov yonib keladi. Mahshargacha odamlarni quvib keladigan holatda bo'ladigan o'tni balosi keladi. Bu ham qiyomatning alomatlaridan bittasi deb marhamat qilinadi. Mana shu 10 xil alomat, qiyomatdan oldin keladigan katta alomatlar boshimizga kelmagunga qadar qiyomat bo'lmaydi deb payg'ambarimiz bashorat qilgan ekanlar. Endi qiyomatning kichkina alomatlari ham bor. Bu alomatlar boshlandi, sekinlik bilan mana ko'rib turibmiz. Shu alomatlar qanaqa alomat? Birinchisi, kishilarni boshiga shunday bir zamon keladiki, foiz yemagan, riboxo'rlik qilmagan odam qolmaydi. Foizxo'rlik qilmasa ham changi yuqadi. Buni qanday tushunamiz? Siz biz riboxo'rlik qilayotganimiz yo'q. Foizxo'rlik qilayotganimiz yo'q. Lekin odamlarni oshiga boramiz, to'yiga boramiz. Odamlar baqadri imkoniyat bizni rozi qilishadi. Yeyotgan oshimiz nimani hisobidan bo'ldi? Qo'limizga kelayotgan pul nimani hisobidan kelib turibdi? Ustimizga kiygan libos nimani hisobidan keldi? Uni farqiga bormaymiz. Imkon qolmas ekan, saqlana olmay qolar ekansiz. Har tomoningizdan riboni changi yuqib turadigan bir zamon keladi. Alloh barakani ko'tarib qo'yadigan zamon shunda bo'ladi. Foizxo'rlik qilmasangiz ham uni changi yuqadigan zamon qiyomatning kichkina. Bismillahirrohmanirrohim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن
إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. İkincisi, qarindosh urug'chilik rishtalari uzilar ekan. Jigar, aka-uka, opa-singil har zamonda bir-birini ko'rganda salom berib qo'yadigan bir payt bo'lar ekan. Oqibat jigarchilik, qavm qarindoshchilik yuzaki bo'lib ketadigan, nomiga bo'lib ketadigan bir zamon keladi. Bu qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Uchinchisi, bir xil odamlar nihoyatda boy bo'lib ketar ekan, badavlat bo'lib ketar ekan. Bir xil odam nihoyatda faqir, kambag'al bo'lib ketar ekan. Bu narsa ham qiyomatda alomatlaridan, kichkina alomatlardan ekan. To'rtinchisi, ayrim erkaklarni qiblasi xotin bo'lar ekan. Qiblasi xotin degan so'zning ma'nosi ota ham, ona ham, aka, uka, jigar ko'rinmaydi. Xotinni gapi gap. Xotin xudoday bo'lib qoladigan. Xotinni chizig'idan chiqmaydigan, qiblasi xotin bo'lgan zamon, ayrim erkaklarni sig'inadigan xotin bo'lgan zamon bo'lishi qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Beshinchisi, dinda ham kelishmovchilik bo'lib, aka-uka mazhab talashib bir-birini so'yar ekan. Haqiqatdan ham bor. Aka borgan masjidga uka bormasa, akani mazhabini uka tan olmasa, dinda, diyonatda kelishmovchiliklar, har xil gap so'zlar, masala talashish, bir-birini gapini uqtirish, ma'qullash holatlari bo'ladi. Bilinglarki, bu ham qiyomatning alomatlaridan bittasi ekan. Oltinchisi, umrdan baraka ketar ekan. Vaqt juda tez o'tar ekan. 1 yil, 1 oyday o'tar ekan. 1 oy 1 haftadek, 1 hafta 1 kundek, 1 kun xazonni yoqqaningizda qandoq kulga aylanib ketsa, shunchalik tez o'tib ketadigan bir zamon keladi. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Eng omadi kelgan odamlar ishi yurishgan odamlar, laganbardorlar bo'lar ekan. Odamlarga tavozu qiladigan, otasidan ham, onasidan ham yuqori ko'radigan, Xudo duvoradigan odamlar, juda ham laganbardorlik qiladigan insonlarni omadi kelar ekan. Ishi yurishadigan zamon bo'lar ekan. Bu ham qiyomatning bitta alomatlaridan bittasi ekan. Shunda holat bo'lar ekanki, bandalarni amaliga qarab boshiga balo kelar ekan. Falon joyni sunan olib ketibdi, toshqin bo'libdi deb eshityapmiz. Shohimardonda suv o'tgan paytlar bo'ldi. Zilzila, yer yutish, o't ketish bejiz bo'lmas ekan. Boshimizda qilayotgan amalimizga qarab, o'zimizni fe'li atvorimizga qarab boshimizga balolar kelar ekan. Ogohlantiruvchi balolar kelar ekan. Ana shu balolarni kelishi ham qiyomatning alomatlaridan bittasi ekan. Xo'jayinimizni o'zimiz tuqamiz degan ekanlar. Sahobalar so'rashdi: "Ya Allohning rasuli, xo'jayinimizni tug'ish qanday bo'ladi? Qiyomatdan oldin shunday zamon keladi,
o'zing tug'dirgan bolang senga otalik qiladi, aql o'rgatadi. O'zing tug'ib qoningda ko'targan qizing senga onalik qiladi, yo'l ko'rsatadigan bir zamon keladi. Farzandni yo'rig'i bilan, farzandni gapi bilan ish tutasan, ota mundoq emas, ona mundoq emas deb nuqtab turadigan zamon keladi. Bilinglar, bu ham qiyomatda alomatlardan bittasi. Va ayollarning soni ko'payib ketar ekan. Erkakdan ayolning soni ko'payib, bitta erkakka 50 ta ayol to'g'ri keladigan zamon bo'lar ekan. Bu narsa ham qiyomatning kichik alomatlaridan bittasi. 11-si cho'lda qo'y boqib yurgan cho'ponlar ham bir-biridan o'tkazib imorat quradigan, imoratni savlati bilan, dabdabasi bilan faxr qiladigan zamon keladi. Imoratlarni zeb ziynat qiladigan bir zamon keladi. Bilinglar, bu ham qiyomatning alomatlari. 12-si folbinlarga Xudoga ishonganda ishonar ekanmiz. Xudo qolib bandasiga sig'inib ketadigan, folbinni gapini gap devoradigan, Xudo darajasida ko'tarib yuboradigan zamon keladi. Bilinglar, bu narsa ham qiyomatning kichkina alomati. 13-si qabrni oldidan o'tayotganimizda bir seskanib ketamiz hozir. Lekin shundoq bir davr kelar ekan, qabrni oldidan o'tayotganda niyat qilar ekansiz, yo Rabbim, shu qabrda qanday baxtli bandang yotibdi. Qachon men qabrda yotarkinman degan niyat bo'lar ekan insonda. Shunchalik jondan o'tgan zamon bo'lar ekan. Bu ham qiyomatning bitta alomati ekan. Va 3 narsani topilishi qiyin bo'lar ekan. Qiyomatdan oldin 3 narsani qidirasiz, lekin topolmaysiz. Birinchisi amaldagi sunnat. Rasulullohning sunnatlari yo'qolib ketishligi. 3-si halol pul topaman deysiz. O'zingizni har joyga urasiz, harom aralashmasdan ilojisi yo'q. Halol pulni topolmaysiz. 3-si jondan aziz do'st. Suyanadigan odam qolmaydi. Do'stim deb suyansangiz dushman chiqadigan bir davr keladi. Bu narsa ham qiyomatning kichkina alomati. Va shu bilan musulmonni ichida g'arib bo'lib qolar ekan. O'zingiz musulmonsiz, lekin musulmonni ichida g'arib bo'lasiz. Musulmonni orasida yurib chiqishtirmaydigan zamon bo'lib qoladi. Gapirgan to'g'ri gaping yoqmaydi. Hayotni gapirsang, Qur'ondan, oyatdan gapirsang, o'sha gaping yoqmasdan turklab qo'yadigan zamon, odamlar noto'g'ri tushunadigan bir zamon bo'ladi. Boshingni egib gapiradigan gapingni gapira olmay qoladigan zamon bo'ladi. Bu ham qiyomatning alomatlaridan bittasi ekan. Ana undan keyin yana ko'p alomatlari bor. Baland imoratlarni qad ko'tarishi, tarozga xiyonatni kuchayishi, bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Qiyomat degan so'zning ma'nosi tik turish degan ma'noni beradi. Qiyomat kuni har bir odam qabridan tik turib mahshar maydoniga jam bo'lib, qilgan amallariga yarasha Allohning dargohida hisob berishi o'sha qiyomat kuni bo'ladigan voqeotlardan xabar berilar ekan. Endi muhtaram birodarlar, ilova qilib bir narsani ta'kid qilmoqchimizki, ya'ni Allohning qiyomatdagi azobi, bandani dunyoda bir-biriga bergan azobi dengizdan tomchi emas ekan. Ya'ni bandani bergan azobi, Xudoni bergan azobini oldida dengizdan tomchi emas. ...1945-yili 12-avgust kuni erta bilan soat 6:15 da Yaponiyaning Hiroshima shahriga, 18-avgust soat 9:00 da Nagasaki shahriga amerikaliklar atom bombasini tashladilar. Shu paytni o'zida Yapon dengizi 25,000 daraja issiqlikda qaynagan ekan. Hozirgi kungacha bolalar nogiron bo'lib, mayib bajriq bo'lib tug'ilayotgan ekan. Bu bandani qilgan ishi, bandani bir-biriga bergan azobi. Qiyomatda Allohniki qanday bo'lar ekan, tasavvur qilinglar. Shuning uchun Alloh ogohlantiradiki, qiyomat qachon bo'ladi deb so'ragan bandaga
marhamat qilingki, qiyomatni qachon bo'lishi Alloh ayon. Ilohim, qiyomatda yuzimizni yorug' qilsin. Mahshar maydonida jam bo'lganimizda nomaya a'molimizni o'ng tomonimizdan bersin. Bandamiz xatodan xoli emasmiz. Mana shu qiyomatdan oldin bo'ladigan alomatlar Alloh hammamizni hidoyatda barqaror qilib, eshitganimizga amal qilishni nasib etsin.